Qochyapsiz? Uylanishga 25 yil qisqadirmay deb hozirdan topib qo'ydim. Kimdir ilintirib ketmasdan survorib buyurdim. Nega bularga pul beryapsiz? Brat, agar suyunchi puli bermasam, abrat tiqib yuborisharkan. Kredit olib bermayman endi. Endi tug'ildingiz-ku, qayerga ketyapsiz? Raddomdan deddomga ketyapman. Ota-onam suyunchi beraverib bankrot bo'lib survorishibdi. Nega bo'yningiz uzun? Vrach oldin mol doktor bo'lgan shekilli kalla bilan oyoqni farqiga bormaskan. Endi ahvolni qarang, xuddi jirafa. Kim bo'lib ishlaysiz? Men radomda nomer 1 hay-haychiman. 1 minut hay-hay deyishim 100 dollar. Faqat zakazga chiqaman. Nima bo'ldi? Oyim tug'ayotgan payt qattiq kuchlanib shekilli raketa bo'lib uchib ketdim. Doktorlikdan tashqari biznesingiz bormi? Bemorlarga fitfilonta dori yozaman. Soqqali joyi u dorilarni faqat meni aptekamda sotadi. Xatingizni o'zingiz tushunasizmi? To'g'risini aytsam, xatimni o'zim ham tushunmayman, lekin aptekaga olib borsa dori berishyapti. Bemorga qisqa vaqtda borgan kuningiz? 10 sekundda borganmiz. Dashi o'zi kelgan, chunki probkada qolib ketgandik. Amaki, operatsiya yaxshi o'tdimi? Halakat o'zi bitta ukol uchun kelgan edim. Mana bu jinni esa oyog'imni kesib tashlabdi. Buni qayerga olib